Assalamualaikum. Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin parlamentideki qarindoshlar, parlament a'zolari, milletvekilleri, qurultay vakilleri, alimlar, yazgıçılar, sanatkarlar, dini ulumalar, teşkilatçılar, siyasetçiler. Hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men Kuresh Ataxon. Ulug' juma namozinglar, juma kuninglar muborak bo'lsin. Bugünkü qilgan duolaringlarni Cenab-ı Allah icabet qilsin inşallah. Aziz qarindoshlar, bugun o'tganda men sizlarga va'da qilgan mushu Sharq Turkiston milliy mustaqillik da'vosi qonunidagi aziz qarindoshlarning, Sharq Turkiston xalqining, undan keyin mushu parlament to'pimizga to'plashgan har soya kishilarining arzu-armonlariga asosan yoziladigan Muşu özünü hükümet dep atayotgan 3 grupidagi insonlarga qaratilgan bayonotnoma, chaqiriqnoma, xitobnomani yezib bitkizib bo'ldim aziz qarindoshlar, Allohning izni bilan. Bu faqat bir o'rnak, bu bir mustar yana. Bu rasmiy e'lon qilinishdan avval biz bir qancha ishlarni qilishimiz kerak. Birinchisi, mushu yozilgan xitobnoma to'g'riliq fikr bayon qilaylik aziz qarindoshlar. Ikkinchisi, tanqidiy fikrlaringlarni beringlar, to'liqlaydigan yerlar bo'lsa to'liqlayli. Uchinchisi, aziz qarindoshlar, mushu chaqiriqnomaning, xitobnomaning, bayonotnomaning oxirisiga mushu Sharq Turkiston milliy harakatida milliy mustaqillikni uzil-kesil yaqinlaydigan munavvar oldin qatoridagi avangard tashkilotlarning tizimligini yozdim. Men tushib qolgan bo'lsa to'liqlash uchun harakat qilaylik. Onundan keyin bu bayonotni mushu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetinin mushu biz turayotgan mushu to'pidagi, ya'ni asli kona sobiq parlament yig'in zali bu. Buni hozir biz favqulodda bir davrda turayotganligimiz uchun xuddi urushga o'xshaydigan xalqimizga yetib etdik aziz qarindoshlar. Hozir biz xalq harakatiga elib beryapmiz, xalq urushi elib beryapmiz hozir aziz qarindoshlar. Millatimizning ma'naviyatiga, zehniyatiga, irodasiga ig'dorchilik qilish uchun yana ba'zi vaqtlarda mana mushundaq choralarga bosh urish to'g'ri keladi. Men mushu sabtiki munavvar siyosatchilarning, tashkilotchilarning, diniy ulamolarning, olim san'atkorlarning nomi ham ular tava bo'lgan tashkilotlarning nomidan bu bayonotnomani, bu xitobnomani, bu chaqiriqnomani e'lon qilsak bo'ladi deb qaradim. Shunga aziz qarindoshlar, hozircha bir qism tashkilotlarning ismini yozib turdim bu yerda. Ba'zi tashkilotlarning raisi bizning aramizda bo'lgan bilan, ba'zi tashkilotlarning raisi bizning aramizda emas. Ammo aramizda bo'lmagan nurg'un tashkilotlarning ko'ngli, ideyasi, arzu, armonlari biz bilan birga. Biz xabari bor, xabari yo'q, milliy mustaqillik qantiqda va mush milliy harakatimizning shaxslar bilan o'zimiz bevosita ko'rishib, mushu biz bu qatim e'lon qilingan, qilmoqchi bo'lgan mushu bayonotnoma, chaqiriqnoma, xitobnomaga ismi kirgizilgan tashkilotlarning ismini yozishimizga ulardan bir ijozatnoma so'rashimiz kerak aziz qarindoshlar. Ularning mas'ul xodimlari, ya'ni bunda qilishimizga ruxsat qilgandan keyin, undan keyin biz o tashkilotlarning ismini buning oxirisiga yozamiz. Agar ular bizga bu ismini yozishga bu yerga ruxsat bermasa, biz ularning ismini bu yerga yozsak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Shunga mushu bizning to'pimizda 50-60 odam bor ekan, 50-60 odamning mushu ostiga tizim yozilgan tashkilotlar bilan munosabati bor. Jiroqdan, yaqindan, bevosita yoki bo'lmasa vositali shaklda. Men ba'zilari bilan aloqalasha oldim, ba'zilari bilan aloqalashaolmadim. Shunga Turkiyadagi tashkilotlarning rahbarlari bilan Turkiyadagi birodarlar sizlar bir aloqalashib baqsanglar. Mavi Yevropadagi tashkilotlarning rahbarlari bilan Yevropada turayotgan bir qism qarindoshlar sizlar aloqalashib baqsanglar. Shimoliy Amerikada turayotgan qarindoshlar bilan Shimoliy Amerikada turayotgan qarindoshlar bir aloqalashib baqsanglar. Shundaq bo'lgan chaqda qilgan ishimiz texnik to'g'ri, texnik mukammal bo'ladi. Meningcha tashkilotlarning ismini yozdik hozir. Endi tashkilotlarning yeniga shu tashkilotga vakillik qiladigan odamlarning ismini yozsak ham yaxshi bo'ladi. Endi mavi biz asosiyatda mush fikrni o'tirib qo'yguchi ham bu bayonotni yozguchi insonlarni men mushu Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlük hükümetining mushu parlament yig'in zalining atrofiga uyushgan, hukumatga tava ham tava bo'lmagan milliy harakatimizda aktiv rol o'ynayotgan insonlarning nomida, ya'ni mushu bayonotni yozish birlashma komiteti deb atadim.
Şuna Birleşme Yeziş Komiteti degan narsaning orasiga sizlarni kirsizlarni aziz qarindoshlar, shu tashkilotlarga tava bo'lmagan qarindoshlar. Bu gapni alohida aytib qaratmachilik ega qilib aytyapman. Shunga tuvanda men mushu biz ochiq e'lon qilishdan burun sizlarning bir fikringizni olmoqchi bo'lib, bu tayyorlangan bayonot chaqiriqnoma desanglar bo'ldi, xitobnoma desanglar bo'ladi. Murojaatnoma desanglar bo'ldi. Mushuni men mushaga e'lon qilaman. Uyg'ur ko'rni yoziq nusxasi ham Uyg'ur yangi yoziq nusxasini. Shunga uningga fikr berishinglarni, agar boshqacha fikrda bo'lmasanglar, sukut bilan yana uni o'tkazib o'tsanglar bo'ladi deb qarayman. Bu bayonot haqida, chaqiriqnoma, murojaatnoma haqida aytadiganim. Uningdan keyin aziz qarindoshlar, bugun men bu narsalarni yozish jarayonida mushu bizning to'pimizda bo'layotgan bir qism hodisalarga diqqat qildim. To'pimizda aktiv bir qancha qarindoshlarimiz bor. Bularsiz, yani buningdan keyingi ishlarni biz yaxshi ilib mangmaymiz. Hammanglarning hurmati, sevgisi, mehr muhabbati bizning beshimizning ustida aziz qarindoshlar. Ammo ba'zi vaqtda sizlarning qilayotgan ishlaringizga hech men chim putanmayman, yani ishongimni kelmaydi. Aziz qarindoshlar, ikki turlik bo'ladi. Biri to'g'ri, ammo davrga mos kelmagani. İkincisi to'g'ri, ammo o chora tadbir qilinsa biz uchun foydali bo'ladigini. Sizlarning talashayotgan ba'zi temalaringlar hech talashishimizning zarurati yo'q. Talashsanglarmi, talashmasanglarmi mush pet qilib qildigan narsalar. Shunga o'zra bir-birsinglarning o'tirisidagi farqliliklarni texdimmi mubolag'alashtirib, texdimmi fantaziyalashtirib, texdimmi jinini xo qilib ko'rsatib, ziddiyat paydo qilishinglarga, bir-birsinglarning ko'ngliga azor berishinglarga, bir-birsinglarga dakki berishinglarga qat'iy ruxsat qilinmaydi aziz qarindoshlar. Sizlarning to'g'ri qilayotganliklaringizni yoki xato qilayotganliklaringizni xalqimiz ko'rib turibdi. Hamma odamning hayotining ikki beti bor aziz qarindoshlar. Bir betini o'zi yozib chiqadi, ikkinchi betini xalqimiz yozib chiqadi. Yana mushu topdiki insonlarning mushu milliy hayotidagi, yani milliy harakat hayotidagi, siyosiy hayotidagi mush kitobining, mush xotirasining birinchi betini o'zi yozib chiqadi, ikkinchi betini o'zimiz yozib chiqamiz. Demak, u o'zini qancha chaqlishidan qat'iy nazar, cho'ng chaqlishi yoki kichik chaqlishidan qat'iy nazar xalqimiz uning to'g'ri baho bermagicha, ya'ni bu hukm kuchga ega bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Shunga birinchi bitini o'zinglar xohlagan bo'yicha yozib olasizlar, ikkinchi bitini biz yozamiz uni. Xalqimiz yozadi. Shunga ikkinchi bitining yozilishiga diqqat qilish uchun mening to'g'ri, mening rost deb turavermay, vaqiravermay bir-biringizga, ko'nglingizga azar dakki beravermay, bir-biringizga ayanglar, hurmatlanglar, suyanglar. Xitoy bizga tex dakki bersa, ma'yor dunyodagi boshqa millatlar bizga tex dakki bersa, sizlar o'zra mush kichikgina bir hukumatning ichidagi, ya'ni parlament to'pida 3 guruhini birleştirimiz deb yig'ilgan birlik, ittifoqlik ham hamkorlik bayrog'ini ko'tarib chiqqan odamlarni mushatib petishmay, chiqishamay, sig'ishamay, bir-biringizlarni qo'saq suqa saldosanglar, bir-biringizlarni tillasanglar, haqoratlsanglar, kamsitanglar, Janob Allohning oldida bu kechirg'usiz og'ir jinoyat bo'ladi aziz qarindoshlar. Men sizlarga deb qo'yay, o'zinglarni tutib olinglar. Ba'zi narsalarni men yana bir qatim takrorlay, sizlar talashsanglarmi, talashmasanglarmi, o Alloh qandoq iroda qilgan bo'lsa shundoq bo'ladi. Shunga talashavermanglar ba'zi narsalarni. Yo'qroq narsani talashavermanglar. Andan o'zinglarni cho'ng ko'rsatmanglar bir-biringizlarga. Shu ba'zi ovozlar chiqyapti. Biz mushada o'zimizni bir rais, o'zimizni bir prezident, o'zimizni bir general, o'zimizni bir olim, o'zimizni bir qo'mondon sifatida emas, o'zimizni bir Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rish jarayonidagi askar, jangchi qatorda ko'rishimiz kerak. Eng odatdagi bir odam sifatida o'zaro paranglashishimiz kerak. Undan keyin yetakchi insonlarga, yetakchi ideyalarga, yetakchi guruhlarga ergishishimiz kerak aziz qarindoshlar. Hamma gapni bir odamdandir. Hamma ishni bir odam analiz qilamdi. Hamma ishga bir odam baho beramdi. Hamma ishga bir odam qaror chiqaramdi aziz qarindoshlar. Nima o'zini surmaganlik bu? Nima o'ziga o'zi hay bermaganlik bu? Nima bu boshqalarni hurmatlamaganlik bu? Aziz qarindoshlar, o'zimizning xijil bo'layli. Ma guruhimizdagilardan xijil bo'layli. Biz yana hech qamlashtirmay mushada taqab kelsak, bu do'stga qiyin, dushmanga o'yin bo'ladi aziz qarindoshlar. Biz ojizlik dushman kuchlanadi. Men bir qancha qatim hayotimda necha yuz qatim dedim bu gapni.
Muşu Şərq Türkistan Milli Hareketining, Şərq Türkistan Milli Davasının, Şərq Türkistan Azadlık Hareketining, Mustaqillik Hareketining ümidi bizning mush turayotganlarga bağlanganlik. Başqalar yoki u xil shaklda yoki bu xil shaklda tuyuq yo'lga kirib qoldi. Xato yo'llarda harakat qiladi aziz qarindoshlar. Ma yo'qlab ketish oldida turayotgan xalqinglar kichikina bo'lsin, ichinglar og'risin, yurkinglar og'risin, sizlarning nomus qilinglar aziz qarindoshlar. Sizlar bir ish qilmasanglarmi, gap qilmay jim turib bersanglarmi shu cho'ng g'alba ashumishining ichida soninglarni ko'paytirib bir beshinglar bilan, bir putinglar bilan, bir qo'llanglar bilan. Aziz qarindoshlar, nomus qilaylik, vatandagi bo'layotgan ishlarga odamning chidag'isi kelmaydi. Bizning ma'vud o'rinni bizning bir saqchimiz yo'q, yoki bizning bir turmimiz yo'q, yoki bizning bir sotimiz yo'q. Kimning to'g'ri, kimning xato qilganligini salab, jinglab, tarazilab, bunday o'lchab baho berib, uningga hukm chiqarishga. Aziz qarindoshlar, ba'zilarimiz bilib bilmay, mush milliy da'voga o'zimizning jon manfaatiga nayt eg'ir ziyon sepib ketyapmiz. O'zimizning onalariga, qiz bir tutqanlarimizga, och singillarimizga, hammallarimizga, aşk eg'ir turmularda haqorat etilayotgan, xo'rlanayotgan ukalarımizga, cho'ngladalarimizga, akalarimizga, ukalarimizga ishimiz og'risin aziz qarindoshlar. Ba'zi vaqtda jim turishning o'zimi bir so'zliganlik, ba'zi vaqtda sukut ketishning o'zimi bir inqilob qilganlik, ba'zi vaqtda agashganlikning o'zimi bir oliyjanoblik. Şuna aziz qarindoshlar, to'g'ri narsalar bo'lsa hammamiz qo'llaylik, gapni oz qilib ishni ko'proq qilaylik. Nima tugamagan quruq gap bu? Bir singlar bilan bundan munozara qilishavermanglar, urushavermanglar. Agar sizlar yaxshi ish qilayotgan chaqda yaxshi qilyapman deb o'ylab qilavermanglar. Agar qilayotgan yaxshi ishinglar birlik, ittifoqlik, hamkorlikqa foydasiz rol o'ynagan bo'lsa, u ish yaxshi ish emas, u ish yomon ishga o'zgarib ketadi aziz qarindoshlar. Yaxshi hodisa bilan yomon hodisaning o'tirisiga pichoqning qiri patmaydi. Yoki bir qilmi patmaydi aziz qarindoshlar. Halol bilan haromning o'tirisimi shundoq. Kecha bilan kunduzning o'tirisimi shundoq. Haqqoniyat bilan rezolatning o'tirisiki chigirimi mana mushundaq aziz qarindoshlar. Shunga diqqatli qilmasanglar, kichikkinam bo'lsanglar, yoki harakat qilsanglar, ya negativ tarafga yoki pozitiv tarafga sirilib ketsizlar. Yoki to'g'ri odam bo'lsa, yoki xato odam bo'lsizlar. Aziz qarindoshlar, xato odam bo'lib qolishdan, gunoh ishlab qolishdan, Allohning qahr g'azabiga uchrab qolishdan qo'rqaylik aziz qarindoshlar. Qarindoshlarimizning la'natiga uchrab qolishdan qo'rqaylik aziz qarindoshlar. Bir-birimizga aka ufkadek igi chiqaylik. Ko'ng'illarimizga alabasmas azar bermaylik aziz qarindoshlar, bir-birimizni suyaylik, kechiraylik, keng qo'saq bo'laylik, apuchan bo'laylik. Birlik, ittifoqlik, hamkorlik bayrog'ini egiz ko'taraylik aziz qarindoshlar. İşlerimiz yaxshi tarafga ketmagan chaqda munozirani qilavermay to'xtatinglar. Ibodat qilinglar shundaq chaqda, chiroyli tarat ilib, shirkat namoz o'qinglar, joy namozning o'rtasida o'tirib. Allohdan tilanglar, mushu birlik, ittifoqlik, hamkorligimizga to'sqinlik bo'layotgan, ishimizni buzayotgan to'sqinliklarni ilaverishga. Sözümün ahirinde hemmanglarga o'tliq salom. Yana bir qatim ulug' juma kuni muborak bo'lsin, duolaringlar ijobat bo'lsin. Hemmanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Alloh biz bilan, Xudoning izni bilan g'alaba oldimizda, kurashchi omon bo'linglar. Tuvanda men biz ochiq e'lon qilmoqchi bo'lgan bayonotni, xitobnomani, chaqiriqnomani mushada e'lon qilaman. Fikringlar bo'lsa bersanglar, undan keyin men o'zinglar mushu tizimlikka kirgan ham kirmagan tashkilotlar bilan aloqalashib, tizimlikka kirmagan tashkilotlarning ismini menga yo'llanglar. Undan keyin tizimlikka kirgan tashkilotlarning o'zinglar tonigan raislari bilan so'zlashib, sening tashkilotingning ismini, o'zingning ismini, logosini mushaga olsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Sen buni bir ruxsat qilgan, chunki bu mandaq bir ish bo'ladi, bu bir tashkilotning yoki bir jamiyatning yoki hozirgi hukumat, mavjud hukumatning qilayotgan ishi emas, bu Sharq Turkiston xalqining qilayotgan ishi deb ularga obdan tushuntiringlar aziz qarindoshlar. Undan keyin yana bir eskartib qo'ydigan narsa, hozir Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlük Hükümeti Parlamenti degan WhatsApp to'pi. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlük Hükümetining burundan bo'lgan bir yig'in zali bu, yangidan qurilmadi aziz qarindoshlar. Agar biz mush ittifoqlikni, birlikni, hamkorlikni ta'kidlaydigan bir komitet qurib chiqamiz desak, uning ayrim bir to'p qo'ysak bo'ladi. Ammo Mavo Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlük Hükümetining parlamentining ismini meyadan biz o'chirib olsak, bu to'g'ri bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Sizlar hozir parlamentning ichida turyapsizlar. Ammo men sizlarga deb qo'yay. Sizlar mush holatinglar bilan sizlar birlashtirmoqchi bo'lgan Anvar Yusufning yoki bo'lmasa G'ulom Osmonning WhatsApp to'piga bir kiraylik deb baqinglar. Kirgizamdiki sizlarni. Kirgizmamdiki. Sizlarga biz ishni to'liq echib bersak, bu yerga echib berganligimiz bir jinoyat bo'lib qolmasin. Shunga buni echib berganligimizning o'zi biz mangadigan yo'lning 3dan 1 qismini qalblik minib bo'ldik degan ma'noni bildirib bo'ladi. Shunga sizlar buni bizning ittifoqligimiz
birlikimiz ham hamkorligimiz uchun ilib borayotgan kurashda to'salg'i bo'ladigan bir hodisa deb qarab qolgan bo'lsanglar, darhol u xato tushunchanglardan yeni bilinglar aziz qarindoshlar. Yana bir qatim hammanglarni Allohga topshirdim. Alloh ishlaringlarni oson qilsin. Allah tinchlik amallik ham xotirjamlik ato qilsin. Oilangizlarga salomatliklar, o'zinglarni obdan asranglar. Cenab-ı Allah maqsad muratlarimizga yetkazgan nasib qilsin. Xayr, xo'sh rahmat.